Mehmonga ham zinani oldiga stol yasatadimi? Mehmon kutganmisan o'zi? Oldiramda zal o'rtasiga olib chiqib qo'ymaysanmi? Qo'yma bundoq. O'rgildim sendan. Bo'l. Ko'tar. Oz kelib qolsa odam sharmanda bo'ladi. Nokka ham qo'yib qo'ygansan, o'zingga o'xshagan. Qo'yma bundoq. Bar apangga qara shundan ko'ra. Latta. Xudoyim, mehmonlar ham jonga tegdi. Hamma narsa kelib so'rayveradi. Alo. Ha, o'rta. Ha, o'shani. Ha, da. Ha. Esladingmi? Mashina olib kelish kerak challarga. Zo'r etgan. Ha, keyin Ali challarda Ali bir ikki artist bor. Keldi. Kim keldi? Mehmonlaringmi? Odoy tamom qilasan, u xotin menga qaragan. Yo'q, ideya keldi adasi. Heydek, o'tsa yuragim yorib edi deyin. Mayli, shu siz to'ydan ayol qudam chiqqanida ikkala qo'liga tilla braslet taqsam qanaqa bo'ladi? Jazir o'latdi. O'sha ayol qudagiga to'yxonaning o'rtasida ikkita qo'liga kishan solib olib chiqib ketish kerak o'zi. Ammo senlar ikkalang bir bo'lib mana odoy tamom qilasanlar. Hamma yoq rasqot bo'lib ketdi xotin. Uningga hamma narsa kerak, u kerak, bu kerak, anunga bu uchishmagan, qanaqa sallasanlar o'zi. Bir kunlik to'y-ku. Qachon kelar ekan qudalaring? Qachon kelar ekan? Gaplashdim, siqilmay hozir kelib qolaman dedi. Adasani Kemal bor-ku, eng qiziq qismiga keldi. O'sha kelguncha kelib ketsa, ro'siz yaxshi bo'lardi. Nazo, menga qara, aqlingni yig'ishtirib ol. Sen qiz uzatyapsan, tushunyapsanmi? Qizing ketyapti seni. Yor, ketyapti. Katta mashinada, bebek, yor. Sen qo'lini o'rtasida turibsan, darvoza qoladi. U ketdi bo'ldi, yor. Tushundingmi? Ha, siqilmay adasi. Shuning uchuncha yana bitta ideya bor. Orqa ko'chada Shuhrat ekanni bilasiz? Voy, o'sha shunaqangi zo'r matras ishlab chiqarayotgan ekan, adasi. Ortopedический ekan, mana bel hech qanday og'rimas ekan. Atiga 3 million. Atiga. Orqa og'rimas ekan. Yo'q. Wow! 3 millionga mana hamma yog'im og'riydi, tushundingmi? O'zimizda ham chiqyapti matraslar. Men orqasidan qozuv chiqayotgani yo'q, botdiydi u. Bo'ldi. Bor qara. Men kelishdi. Voy, tamom qilasanlar-da. Voy, bitta qiz uzatish. Voy, assalomu alaykum, xush keldingiz, yaxshi keldingizmi? Charchamasdan keling. Qiynalmay topib keldingiz. Voy, yo'q, voy, sarpa yig'ish bilan olib boraman. Bu magazinga boraman, bu magazinga boraman, bozorga boraman. Ular yaxshimilar, qo'shnilar yaxshimi, qarindosh urug'lar yaxshimi, hammaniga yaxshi yurishdimi? Beshik to'ylar eson-omon o'tkazib oldinglarmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi. Xo'jayin kelmadilarmi? Voy, yana esimdan chiqdi. Oson emas. Voy, yaxshi yuribsizmi? Tinchmisiz? Xudo, choydan qo'ymaysizmi, voy? Qanaqa bezbet xudo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, mashinani qilib Ya, shetib turdim, birdaniga eshik puf o'tdi. Turdim. Mayli. Qani Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Qizimsizlar. Mana to'ylarni maslahatini qilasiz ekan. yo'qsa qolgan buni qil, faqat mana yugur bozorga bor. Faqat maslahat. Qo'shnimga boraman, manam ko'rib o'tishini buni qilib o'g'illarni qiyin ekan, ishonasizmi? Mana yaxshi ham bitta ekan o'g'lim. Ilohi amin. Har doim mehmon kelishganda oldin, ha? Faqat o'zimni farzandlarimni demayman. Hammani bola chaqasi qo'sha qarib baxtli bo'lsin. To'ylar faqat to'yxonada bo'vermay, xonadonlarda ham yaxshi to'ylar bo'lsin. Xush kelibsizlar. Xudo poshsha, yaxshimisiz? Voy, rahmat. Bali, gapingiz orasida ular yaxshimilar dedingiz, endi ular manman dedi, to'g'rimi? Rahmat. Ali, o'zingizni ulangiz yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi, voy, rahmat. Shu siz xudo bir
to'y maslahatini qiluvdi uyda. Ya, Shunga Voy sizlar yetgancha bilan xudo haqiqatdan ham biza o'tirib maslahatlashdik. Menda rosa zo'r ideya keldi. Yetgancha xudo xolasa sizlarni qizinglar bizga kelin choydan olmaysizmi? Men bitta qarab turibsan qayib. Sizni qizingiz xudo xolasa bizga kelin emas, qiz bo'ladi. Nazokatxon bir umrli opa-singil tutinamiz xudo xolasa. Xudo shu desiz kelin bilan kuyovga shunaqangi komfort tanlab qo'ydik. Shunaqangi endi elita uyimni 5 xonasini ajratdim. Yoyilib yashasin kelin. Ha, 5 xonasi. Choydan. Menga ham qo'y. Mazza qilib yashashsin endi xudo. Bu o'zingizlar 5 xonada turardinglar shakilli. Yo, uyimiz 6 xona. 6. Balkon ham bor, sizdan chiqdimi? Balkon ham bor. Balkon ham bor, 1,5 ga 3. Er-xotin balkonda so'yib qolmaysizlarmi ish qilib? Yo, yopish yotib ko'rdi. Normalmi? Endi hali xudo poshsha sizdan so'rayman endi. Mendan so'rang, Sizlar shunaqa ekan-ku. xudo. Sal boshqacharoq ekanda sizlarda. Hali shu ko'chib kirgandan beri o'sha 5 xona uy remont qilmaganmisizlar yo to'y bahona menga qildiryapsizlarmi? Shuni so'rab. Ha, dejoni suyat bo'ladi. Xudo mebel olib kirishdan oldin remont ham bo'ladi-da. Endi orzu havas qilib o'g'il o'stirganman. Bir kun Ja, orzu havasli ekansiz, lekin. Bu o'stirgan. Men armiya dedim. Yaxshi. Xudo bu oshni nima qildinglar? Menga rosa qiziq bo'lyapti-da shu. Ya osh qo'yib turasiz, to'ydan gapiring, to'ydan. Osh qo'yavering, oshni Xudo biz xolasa qilamiz. to'ydan hech xavotir olmang. To'yni shunaqa dahshat qilamiz. Voy, mashta o'tirganlarni hammasini internetda bormi, Telegram'i bormi, Instagram'i hammasini telefonda bo'ladi. Xullas mashta o'tirgan butun xalqi chakaga tushib qoladi. U to'yga ko'rib malika ham tushib qolmasin tag'am. hazillashadilar. So'rachi qanaqa to'y ekan u? Qanaqa to'y o'zi u? Qanaqa to'y? Osiyo to'yxonasida Voy. Yevropacha to'y qilamiz. Ana xotin qishlaqi bilmaysan sen. Osiyoda Yevropacha to'y. Ani so'raganda aybi yo'q. Shu Yevropada Osiyocha to'y qilsa bo'lmasmikan? Qatta u. O'ylab ko'rmagan ekanman xudo. Mayli, siz o'ylab ko'ring, ungacha men hali sizga hali shu oshchi deyotgandingiz, shu men endi oshga bir 3-4 ta erkak menda shunaqa o'rtoqlarim bor-da, erkaklar bor, maslahatlashib turaman-da. O'shalarni aytishi bo'yicha shu kam chuqumroq, birovga ko'z qilmasdan endi 100 kishilik qilib oshni o'tkazsak degan maslahatga keldik. Yaxshi. Biz 100 kilo osh damlaymiz, ha? Voy, onangni aytganini qilmay o'lgur. Молодец, xudom zo'r ekan-a. Aynan. 100 kilo oshing kishi boshiga 1 kilodan to'g'ri keladi. Kalla bormi? Ajasan orqa ko'chada Aziza xola ham qizini uzatganda 120 kilo osh damladi. Oshini ertasi kuni chiqib 200 gram go'sht so'ragan esingdan chiqib qoldimi? Ha? Bir marta so'rabdi, nima qilibdi? Uni qiziga qilgan mebellarni ko'rdingizmi? Shuhrat ekan artipechitskiy matrasidan olibdi. Ular ham. Men uni mebelini ko'rganim yo'q. Rustam o'zini borib balisay ko'rib keldim, tushundingmi? Qizim uzataman deb pochkasini sotib yuboribdi. Mayli, xudo, endi urushib talashib o'tirmaylar. To'y endi. Yo'q, biz urushmayapmiz, shunaqa maslahatlashamiz. Xudo, endi bu mebelni xudam gapirgandek bo'ldi. Yo'q, men qarang. Narsalar gapirmay turing, o'z kelganingizlar faqat boshqalar tema to'g'risida gapirmayapsiz. Ali, men aytmoqchi bo'lganim, endi xudo poshsha. Labbay. Ja, ko'p ko'rgan ayol ekansiz. Shu qiz o'stirish o'zi emas. Biz mana onasi bilan birga shu qizimizni o'stirdik, qo'limizdan kelgan tarbiyani berdik. Mana onasi o'zi bosh bo'lib, haligi pishiradigan joylarga olib bordi, pishirib kuydirlarni o'rgandi, tikuvchilikni o'rgandi, pishiryaptimi narsalar? To'g'ri xudo, voy молодец. Mebel italyanskiy bo'lsin, xudo, menga yoqdi bu gapinglar. Tikuvchilik ham.
Mebel italyanskiy dedim. Men Yo'q. kelayotganda sizga jim o'tiring deganman. Men aytmoqchi bo'lganim, xudo poshsha. Labi. Haligi endi uyingizga borganda endi baribir o'zga xonada o'rganish qiyin bo'ladi. Chunki ozgina kamchiliklari bo'lsa, mabodo. Voy xudo, kamchilik любой odamda bo'ladi. Mana shu o'tirganlarni to'y qilganda kamchilik ham bo'lgan. Mayli, italyanskiy mebel ololmasanglar, amerikanskisi ham bo'ladi, voy. Voy mebelingiz. Xudo poshsha. Labi. Bitta narsani tushunaysiz. Haligi kelin tushgan xonadonda qaynona qaynotani oldida ibo hayo degan parda o'ladi. Voy xudo, O'shaga voy aylanib ketding sizdan. Qarang, siz ham xayolimga solmaysiz, esimdan chiqibdi-ya. Parda nima bo'ldi? Pardadan umuman xavotir Ha, olmang. 12 ta romli Biz tiktirib qo'yganmiz. Bu pardani elita salonda tiktirdinglarmi yo bu arzon joyda tiktirdinglarmi? Voy. U Pardani-chi elitada tiktiringlar. Ichida yuvuvchisi ham bor xudo. Yo'q-ey. yo'q-ey. Va xotin tez telefon qil. Telefonni yoz ol. Yuvuvchisi bor ekan. Menga qara. To'ydan keyin ketib qolsam, yuvuvchiga qiynalmaysan. O'sha gaplash. xudo. Voy o'lik. Bir kunlik to'yga shunaqa desmadasi meni qo'rqitib. Voy xudo, to'y bir kun. Hazillashadilar, aytdim-ku hazilkashlar. Hop. Ey, siz uzatgan sal og'irroq bo'lish kerak-da. Mayli, xudo poshsha. Labi. Bo'pti. Shu siz aytganlarning hammasini mayli beramiz. Xo'p. Men roziman. Bo'ldimi onasi? Xursand bo'lasam, hammasini beramiz. Beramiz. Endi xafa bo'lmaysiz. Shu bitta narsa bera olmasam, dilinglar og'rib qolmaydimi? Voy xudo, shuncha narsani qilyapsiz, shuncha mebel sarbani qilyotgan. Bitta kerak emas narsa nima ko'rinmaydi. Sizga kerak emas-ku. Voy, nima ekan o'zi kerak emas? Qizimni bermayman. Voy, Boshlab bo'ldik shuncha voy harakat. xudo, endi unaqa asab ahamiyat Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yonizdan. Tozalik talisizlarmi, toza havonimi? Voy, nima deganingiz? Nima deganingiz bu? Tuflini yechaymi yo shundoq kiravering? Kevering. Kerak. Qo'shni yaxshimisiz? Oqsoqol, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'tiring, marhamat. Yaxshimisiz? O'tiring. O'tiringlar, tuzumisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Menga ham qo'ying, menga ham. G'arz bekorchi edim bugun qo'shni. Rahmat. O'tib ketayotgandim, shovqinni eshitib kirdim. Kechga tushayotdim. Bozor etib qo'ydim hozir. Bolalar bozor osh qilamiz. Osh yerkanmi? Ilohomin. Deydigan odam bitta men bu uyda. Nuqul tinchlik bo'laversin. Bo'lsin. Mehmon kelar eshikdan oqsoqolimiz xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanot. Allohu akbar. Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Tuzumisiz? Nima janjal? Nima to'qol? Yo'q, janjaldan xudo To'y asrasin. boshlab qo'yganmiz, to'y. Shu. Qizimizni uzatyapmiz-ku. Xabarim. Shunga ozgina bugun maslahat oshi. Lekin qo'shni bitta gapda endi qiz uzachi rosa qiyin. Nima mindoligidan o'stirasan-da, endi ish qilamansa shuni berib yuborasan. U ham mayli endi mebelni jo'natding, pardani jo'natding, nimamish? Mebel pardaga tushmaganmish. Voy. Shuni erkak quda gapiryapti. Voy. Latta. Voy. Qaysi bet bilan gapiryapti? Voy. Ha? Oh. Qaysi bet bilan gapiryapti? Oqsoqol. Ha? Ey, gapiryapti, men qarang, bilasizmi qanaqa erkaklar gapiryapti? Ey, erkakchim, gapirayotgan yo'qman. Ey, gapiryapti. Voy, bilasizmi qanaqa erkak u? Xotinni puliga yashab, uyda serial ko'rib o'tiradigan erkaklar bor, latta. Ana shular gapiryapti. Ya manmas. Ya. Onajonisi, eng qiziq seriyasi ko'raman qaytaman, ham shu tez qaytaman. Voy, televizorni yodami? Bashla. Alo. Voy! Ha. Kemalni ham xudonikida ko'radimi? Ha, ona. O'tiring qani. Ha, qo'shnikidaman. Gaplashyapsizlar chiqib turuvdi bu. Uyda gaplashaman. Serialni shu yerda ko'raman, ha. Bo'pti. Jim o'tiring deganman kelib. Nima deyotgandim qo'shni? Kalla qo'yatuvdingiz. Ha, xullas, keyin 5 xonani bo'shatib berib, to'ldir deyishiga nima deysiz? Bizlarga gapirdimi hozir? Voy, Bizga 6 xona-yu. Kelsa gapirib tashlang. Hop, shat basharasiga gapiring.
Hamma gapiramasangiz meni chaqiring, men o'zim gapirib tashlayman. Hamma sizlar qarashinglar qo'shnimga. O'tirmasdan. Sizlar tanimadim. Qarindosh, qaysi qarindoshisizlar sizlar? O'shachi basharasga gapirib tashlaydigan quda biza bo'lamiz, тоже мне. И вообще uyimiz 5 xona emas, 6 xona, balkon ham bor bizada. 1,5 ga 3. O'g'il o'stirish ham qiyin qo'shni. Bilasizmi? Bitta duo qiling. Sarilishim bor edi, o'sha ketyapti. Bekorchi deysiz? Ishga ketyaptim. Bozor tashlabgacha hali kelim. Yaxshilik bo'laversin. Sizdan keyin. Anorni olaman. Xudo poshsha xafa bo'lmaysiz. Voy, bir g'alati qo'shnilar bor ekan, xudo yomon dilim siz to'yi mendagi spo xudoni qatdan topasiz, shu qo'shnilaringiz xafa qilishini. Siylaganni sigir bilmaydi, siypaganni ho'kiz deydi. Osh go'sht to'g'risida gaplashish kerak. Ha. Xudo poshsha. Labi. Ali oshkuna Ali go'sht jo'nataman degan ekansizlar, shu Ali. Shu To'y, qo'y jo'natiladi, ha? Ha, baraka toping. Qo'y. Qo'zichoq jo'natamiz. Qolganiga mol go'shti. Xudo endi osh ichida hech kim ko'rmaydi, yeb ketishadi baribir. Yo, mana qarang. Meni ham o'zimga yarasha obro' hurmatim bor, oshlig'aynim bor, el ichida yuraman men, Unaqa mol go'sht qilmaysiz. Mana uzr, bitta pulaga gapirsam maylimi? Bir marta. Mayli. Mana erkak quda, siz ayting mana. Qo'ydek, to'g'rimi baribir? Yo endi quda. Mana bunga qo'y dedim. Nima deysiz endi? Mol baribir mol de. Mayli. Biz og'irroq bo'laylik endi. Biz erkak kishimiz endi, to'g'rimi endi? Bir parcha go'shtga talashmaymiz-ku, to'g'rimi? Bo'ldi. Ana ko'raylik. Bo'ldi. Qo'y bo'lsa qo'y de. To'g'ri, xudo talashib o'tirmaylar, sizlarga yarashmaydi. Ha, shunaqa bo'la qolsin. Xudo undan ko'rachi. Men bu sarpani, ko'rpa, yostiq, latta, putta deganlari bor-ku. Shular kerak emas. Qilmaylar. Biz endi sizlarni o'yladik. Voy, baraka toping. Tushungan odamsizlar. O'rniga кожаный divan kreslo. Voy. Ani stol stolini-chi, men sizga jim o'tiring deganman. Gapirganda nima gapim bo'lasiz? Xudo uzr. Ani stol-stolini-chi 5 yil to'yda olib kelasizlar. Endi qiz chiqarganga 40 yil tegma degan gap bor. Sizlarni ham ayash kerak, xudo. Voy, mehrli ekansiz. Rahmat. Endi Ali mayli-yu, shu men ham bitta narsa so'rayman-da endi sizdan. Ha. Boytamir sizdan so'rayapman dedi baribir. O'zimdan so'rayman, to'g'ri. Bu Ali nikoh bor-ku, nikoh. Ha. Shu qizim borgan nikoh qanaqa bo'ladi? U qayerda bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Juda zo'r bo'ladi. Men yaqinda bitta to'yda bo'ldim. Ali hozir firmalar chiqib ketibdi, Ali. Tashkilotchi bolalar, juda chiroyli qilib o'tkazishar ekan. Ani ssenariylari bo'lar ekan uni. Shunaqalarni qilyapsizlarmi yo oldi qochdimi? Qanaqa u? Xudo, to'g'risini aytsam, esimdan chiqib qopti-ya, shuni o'ylash. Ana mana shuni o'ylab, men hozir jiyanimni chaqirib qo'ydim. Meni jiyanim mana shunaqa to'ylarni tashkil qilib yuradigan bola. Chaqira qoling, xudo chaqiring. Hop. Hilol! Ey Hilol! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Charchamayapsizmi? To'ylarni harakatlari bilan qiynalmasdan. Ayollarga ham qiyin deb Voy, gapirmaymiz faqat shu magazinga bor, bunaqa sarpa yig'ishlarni gaplashib, faqat tillasini ol, uni qilib, buni qilib, uni yana salonini boshimiz qo'ydan chiqmaydi-ya. O'zga ham qiyin ekan. Ilohim! Mana shu xarakterdan Xudo asrasin. Hilol boshla. Charchab qolmayapsizlarmi? To'ylarni harakati bilan hamma narsa tayyor bo'lsa Voy, kerak. hamma narsa tayyor, gaplashilgan to'lang. Kapeka atmen qilasiz. Atmen qilasiz chunki men bilan tanishtirmaysizmi meni? Ali, Men Hilol organizationman. E'tiboringiz uchun men unaqa oldi qochdi to'ylarni o'tkazmayman. Shuning uchun men o'zimni spiskamni tuzib kelganman. Bu yerda hozir to'y jo'natishdan boshlay qolaylik-a. Nimadan boshlaysiz? To'y jo'natishga bizga katta gurzovoy kerak bo'ladi. Katta gurzovoy, ya'ni anaqalar qilingan, bantiklar qilib, chiroyli qilib yasatilgan gurzovoy ichiga endi tog'ara-mog'aratam yob-yolarni o'zingiz solasizlar. Ana undan keyin ikkita qo'y olamiz, ha? Bitta. Ikkita, ha? Bitta qo'y. Yo'q, Voy, stop. Xullas ikkita qo'y olamiz, ha? Ya'ni qo'chqor bilan solih qo'y, tushunasizlarmi? Solih. Женский qo'y.
Urg'ochi qo'y. Qo'chqor bilan. Qo'chqor bilan gurzovoy ichiga ortamiz. Gurzovoy ichida. Gurzovoy ustida bo'lmaydi-yu. Nimagaligini eshitib turinglar. Qo'chqorga kostyum kiygizamiz. Voy. Sen ayol xudoga gapirur, bo'l pishar ish. Xo'p. Xullas, qo'chqorga kostyum kiygizamiz-da. Kechirasiz. Soliq qo'yga kelin qo'yni kiygizamiz. Biza paytda qo'ylar kostyum kiymagan. Endi kiyyapti. Hozir moda tushunasizmi? Qo'y modinga. Qo'y bilan hali qo'chqor bilan qo'yga hali kelin kiyimi kostyum bilan kiygizib jo'na. Mana. Haligi sunnat to'ylarda, o'g'il to'ylarda ot ustiga zar cho'ponlarni kiygizib jo'natdi. Chiroyli. Ana o'sha otni zaridan qo'yga kiygizish kerak. Otni zar cho'ponni? Voy, голова работает вообще? Ha? Qo'yga to'g'ri kelmaydi, otniki katta bo'ladi, jinnimisiz? Tavba. Yo endi chiroyli turardi osilyotsa ham shunga. Kimlar bilan quda bo'lyapsiz? Xullas, men aytgandek bo'ladi, tushundinglarmi? Endi to'yxona masalasiga kelsak. Voy, to'yxonadan oldim. Navkarchi. Navkarga kuyov to'ramiz, kelin poshshamiz oldilariga Rolls Royce mashinasida boradilar. Voy, stop. Biz 222 Mers gaplashib qo'yganmiz. 222 tiyin. Hozir Rolls Royce moda bo'lgan, tushundingizmi? Yo'q, birovdan kam joylar bormi? Yo'q, umuman. Ha, girdayib o'tiringlar. Voy. Undan keyin kuyovimizani 15 ta do'stiga bir xil kostyum shim. Qo'yi kostyumida aka. Endi kuyovning o'rtoqlarining ichida qo'ylari bormi yo'qmi, uni bilmadim. Xavotirlanmanglar, hammasini gaplashib qo'yganman, pulini to'lasanglar bo'ldi. Atigi $300 dan har bittasi. Keyin gapi bo'lmay turinglar. Aytsa. Kelinning 15 ta dugonasi ham bir xil ko'ynakda bo'lish kerak. Bir xil ko'ynakda. Uni ham tiktiriladi. Hammasini gaplashib qo'yganman. Uni pulini sizlar to'laysizlar. Voy. Ha, nima? Kelinning sarpasini kuyov tomon qiladimi? Kelinning dugonalarini ham, kiyimlarini kuyov tomon qilib berish kerak, tushundinglarmi? Yaxshi. Bo'ldi. Всё. Navkar hammasi hal. Endi to'yxona masalasi. To'yxona gaplashganmiz. Albatta biz to'yxonani gaplashib qo'yganmiz. Eng dahshat shaharning oldi to'yxonasi. Adasi ayting, qaysi to'yxonani gaplashdingiz? Mahallamiz guzarida bo'ladi. Voy. O'chiring. O'tiring. Bitta o'g'limizni, bitta qizimizga mahallani guzarida to'y qilamizmi? Вообще atmay qiling. Zaklatgan 4 tani olib bergan bo'lsa kerak. Yakkasaroy to'yxonasini gaplashamiz. Mana bu. Men boya o'zimni tanishtirdim-ku. Men Hilol Organizationman. Yakkasaroy to'yxonasi meni obro'yimga to'g'ri keladi. Mani ham. Xudo sizga nima bo'ldi? Uspokойтесь. Shu 8 dan keyin shu belim tortishib qoladi, olib bor, shuni qarab turaman-da. Xullas, nima yak deyverasiz, menga qarang. Yakkasaroy to'yxonasidan cho'chimanglar. Agar xarajatdan cho'chayotgan bo'lsanglar, artistlardan ekonom qilamiz. Nega? Endi mingta artist nima kerak, to'g'rimi? Kerakligini aytamiz, bo'ldi. Kutib olishga yalla guruhi. Keyin ketidan Rashid Xoliqov bir ro'ga tushadilar. Undan keyin Yulduz opam kelib onalarni bitta o'ynatib bersalar. Mana Yulduz opam kelib onalarni o'ynatganda men ham mana shunaqalardan o'ynab berib rosa yaxshi Yulduz opam. Undan keyin Tohir Sodiqov yoshlarimizni 80-yil hitlariga bittalik kellatib yorsalar. Ana undan keyin to'yi oxirida Ozodbek Nazarbekov tugat beradilar. Ana. Pulni ham tugatib beradilar. Namchi xavotirlandingiz, hisoblab chiqdim. Atigi $19,800. To'ppa-to'g'ri. Arzimaga bitta bir kunlik to'y o'tadi ketadi, to'g'rimi? Avtobusni puli. Всё. Ha, voy, aytgancha. Оформление masalasi esimdan chiqib debdi. Оформленияni mana shu kirvorishdan boshlab, hali kelin-kuyovni tepalarigacha hamma yog'ini konkretniy живой gul bilan bezatamiz. Oy, молчать. Adajonisi, bir ayting оформленияni.
300 ta shar zakaz qilib qo'yganman. Sharni uyda ishlatasiz, Zafarninani kunda. Uyda ishlatar ekanmiz. Chunki Kutib olishga. Ha? Chunki живой gul bo'lsa, hidlari ham kelib turadi. Yigitni guliga gul yarashadi, bilib qo'yinglar shuni. Keyin Bоже, какое тупица. Yana nima? Love story esimdan chiqib ketibdi-yu. Nima story? Nima stor? Sizni aqlingiz tor. Love story, muhabbat tarixi. Eshitganmisizlar? Sizlar o'rtalarda men bo'lmagan shekilli unaqa narsa. Xullas, to'yxonada katta monitorga hammani shina qaratib qo'yib, kelin-kuyov qanaqa qilib sevishib qolgan, nima bo'lgan, o'shalarni mundoq videolarini ko'rsatib beramiz. Hozir moda, tushunasizlarmi? To'ylarga borgan ancha bo'lib ketdi shekilli. Xullas, mana shu narsani qilishimiz kerak. Buni syomkasini Antaliyada olamiz. Yaxshi. Antaliya restorani qayerda o'zi? Ha, qayerda? Qanaqa restoran? Siz o'z kutubxonadan boshqa yoqqa chiqqanmisiz? Turkiyada Antaliya degan shahar bor. Ha? Xavotirlanmanglar. Men Rixis Tour degan kompaniya bilan hamma narsani gaplashib qo'yganman. O'sha kompaniyadan 6 ta bilet qilib bersanglar bo'ladi. Qo'ymay qarang, nimaga 6 ta bilet? Eshitib tursiz, bilasiz. Tushundingizmi? Rosa gap bo'ladigan ayol ekanlar, вообще ekanlar boru. Xullas, 2 ta bilet kelin bilan kuyovga, Xo'sh. 2 ta bilet operator bilan rejissyorga, samo собой, 2 ta bilet samo собой men bilan xotinimga. Xotiningizga nima bor? Xotinimmi, kelinni basharalarini bo'yab, prichoskalarini qiladigan, xotinimmi, makiyajlarini qiladigan, uni ustiga 3 yildan beri yalinadi. Qachon aytib olib borasiz? Oshdi. Moxonada aylanib keladi. Oy! Menga qara. Jangdamagan sari haddingda oshding. Hey. Men menga love story desam, men buncha rasxod nima senga millionermanmi? O'zi bitta yerga zo'rg'a boqyapman. Voy, xudo boshqa. Voy, xudo unaqa emas-ku. Hilol, xafa bo'lma. Men zo'rg'a topganman buni, ey. Menga uni demang. Men unaqaga loyiq bola emasman. Menga gapirganda-chi, jon gapiring. Xudo boshqa, menga qarang, siz bekorga buni xafa qildingiz, bilasizmi? Uni oldiga qanaqa kelin-kuyovlar keladi, ey. Ha, rosta. Kichkina bolachalar kelib olib menga hali, "Oppa, nima Hey. qilyapsiz?" Menga qara, ichkariga kirib turaqa, Hilol, qo'y. Bo'ldi, вообще Bo'ldi, ekansiz. qo'y. Xudo, bunchalik qilishingiz yaxshi emas. Siz boshqa o'chirib ovozingizni xudo. Men indamagan sari boshimga chiqib oldingiz. Sizga beryapman. Cheta, sizni qizingizni men kelib qilyapman. Siz jim o'tirsiz. Ahlamen bu yerda men gapirayotganda. Nicho siz. Mas, voy. Menga qarang. Bo'ldi endi. Erkak! Yana bitta uring. Men bir haftada bitta uraman. Nega qattiq uraman? Uzr xudo. Hurmatingiz bilan indamay o'tiribman men. Zo'r. Ey, kojinni divan. Parda. O'zing menga yerga tegan nima olib keluvding? Ikkita ko'rpachang bilan kelgansan. Uni bittasi sarg'ay yotibdi. Bittasini o'rtasida shu. Uni siz o'zingiz. Nima o'zingiz? Jim o'tir. Ko'proq gapiring, ovozingiz yoqimli ekan. Uzra, mana shunday odamlar qizini beryapti. O'pib tashardim, erkakchiligi to'g'ri kelmaydi. Xudo, hamma narsani o'zimiz qilamiz. Hech narsa o'ylamaymiz, tushundingiz-a? Gap yo'q. 5 xonani o'zimiz to'ldirib olamiz. Sen balkonda yotasan. 1,5 ga o'ch. Mana shu erkak gapirgan oila deyman, shunisini hurmat qilaman. Gap yo'q. Bu yog'ini o'ylamaysiz. Yo'q. Ilohim. Mana, Uy egasidan.
O'zingizga qaytganingiz rost bo'lsin. Bolalarimiz qo'sha qarib baxtli bo'lib, o'sha yerda tip qo'yib, palay yozib, toshday qotsin. Allohu akbar. Xudo. Oldimga tush balkon. Mayli, kelinglar yana. O'tasizlar. Mahalla guzarida yevropeyskiy to'y bu yoq endi. Bo'lla. Onash. Qara erkak qudani, erkak. Faqat shu chiqquncha qiynavardi-da. O'zi anu ayol qudayni ham ko'zini ochib qo'yish kerak edi. Ko'p narsa so'raveradi. Anu keyin faqat oshirib menga qaragin. $19,800 qilib katta xolazimga olib beradim shuncha pulni. Ha? Men ukammi? O'zingiz ukangiz-chi qudalarim oldi sharmanda qilib, anu nimamdan qilmagan, men nima qilmayman. Xo'p bo'ladi. Bu meni o'ylama. Men gapiraman bu yerda. Xo'p bo'ladi. Ferrat to'yga tayyorgarchilik. Marsh. Xo'p bo'ladi. Ilohim. Qiz o'stirganni tushungan odam ikki dunyo saodatiga erishsin. Allohu akbar.